O'zbekistonda turib ham Amerika YouTube orqali daromad qilish mumkinmi? Va bugun sizlar ushbu video orqali bilib olishingiz mumkin. Amerika YouTube orqali daromad qilish, o'zi Amerika orqali daromad qilish mumkinmi? O'zbekistonda turib ham albatta daromad qilish mumkinmi? O'zi YouTube bizga pul to'laydimi degan savollarga ushbu videoda bugun javob olishingiz mumkin. Bugungi videoda Amerika YouTube, O'zbek YouTube to'liq farqlari va qanday daromad qilish haqida bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston YouTube orqali qanaqa daromad qilsa bo'ladi, Amerika YouTube orqali qanaqa daromad qilsa bo'ladi. Bugungi videoda siz batafsil to'liq tushunchaga ega bo'la olasiz. Xo'sh, men o'zim tanishtirsam, mening ismim Ulug'bek Farda, men YouTube ekspert, YouTube orqali daromad qilish bo'yicha shug'ullanaman. Hozirgi kunga kelib mening pulli kanallarimga 300 dan ortiq odam dostubi bor, ya'ni ular qo'shilishgan. Ya'ni ishonch bildirishgan, hozirgi kunga kelib o'zining daromadini va optini oshirmoqda. Xo'sh, ana endi biz Amerikan va O'zbek YouTube'lari haqida gaplashadigan bo'lsak, kelinglar birinchi O'zbek YouTube haqida gaplashamiz. O'zbek YouTube'ga esa reklama pul bermaydi. Xo'p, reklama haqida ham ozroq tushuncha beraman. Mana bunaqa narsalar. Ya'ni YouTube ko'rib o'tirgan vaqtingiz sizda o'rtada reklama chiqishi, mana har xil oyoq kiyimlar yoki qaysidir bironta mashhur brendni reklamasi chiqishi mumkin. Mana Lulu nimada Lemon degan mana bunaqa katta kiyim brend kanalini reklamasi mana shu videoda kanalda chiqyapti. Bu degani ushbu kanalda pul ishlayapti, ya'ni reklamalar orqali YouTube bu kanalga daromad beryapti. Chunki bu Amerikan YouTube. O'zbek YouTube esa bunaqa narsa yo'q. Mana O'zbek YouTube ustiga bosasiz, promoy ko'rasiz, hech qanaqa reklama yoki qanaqadir obunalarga o'xshash narsalar, shunga o'xshash hech narsa chiqmaydi. Kelinglar hozir men ikkalasini sizlarga qanaqa daromad olib kelishini ko'rsataman. Birinchi o'chiratda Amerikan YouTube orqali albatta reklama yoniq. Bu degani har bir reklamalarni ko'rgan odamlar prosmotriga YouTube sizning profilingizga, ya'ni YouTube kanalingizga pul to'laydi. Bu degani siz YouTube'da videoingizni prosmotrdan daromad qilish imkoniyatiga egasiz. Lekin O'zbek YouTube'da esa bu narsa mumkin emas. Ya'ni O'zbek YouTube'da pul ishlay olmaysiz. Sababi reklama beruvchi katta kompaniyalar O'zbekistonga ishonmaydi. Ya'ni o'zbekistonliklarga hozirgi vaqtda aniq nimasi bo'ladi. Haqiqatan ularga reklama berishimiz kerak deb bilishmaydi. Lekin Xudo xohlasa yaqin yillarda reklama berib qolishi mumkin. Bu degani YouTube'da o'zbekcha kontent orqali ham daromad qilishimiz mumkin degani. Xo'sh, ana endi o'zbek kanallar qanaqa daromad qilishmoqda? Hozirgi kunga kelib bilasizlar, O'zbekistonda ham ancha YouTuberlar oshgan. YouTube'da video qiluvchilar, YouTuberlar soni anchada oshgan. Sababi Instagram, TikTok platformalariga qaraganda YouTube'dagi kontentlar sifatli va juda ham zo'r. Xo'sh, YouTube, O'zbek YouTube orqali content makerlar qanaqa qilib daromad qilishadi? Ular albatta reklama orqali daromad qilishadi. E'tibor bering, Texnomartni mana shu videoning bosh qismida chiqqan. Bu degani Texnomartni reklama qilyapti. Ya'ni Texnomart kompaniyasi, ya'ni nimadir ishlab chiqaruvchi kompaniya, bular bilan bog'langan, shu bilan sponsor bo'lgan va bular mana shu videosiga boshiga qo'yib berganligi uchun qanchadir pul olishgan, ya'ni subyektiv jamoasi. Shu orqali bular o'zini kontenti orqali daromad qiladi. Balkim bu videoda ikkinchi yoki uchinchi daqiqasida boshqa reklamalar ham chiqishi mumkin. Men bitta reklamasini ko'rganimda u yerda UPG, ya'ni kompyuter sozlab, kompyuter ishlab chiqarib beradigan, kompyuterlar terib beradigan, katta bir kompyuter ishlab chiqaradigan bir katta kompaniyani ham reklama qilgan ekan. Bu degani bitta video orqali normalniy daromad qilish mumkin degani ekan. Ya'ni o'zbek kanali bo'yicha. Xo'sh, agarda sizda o'zbekcha kanal bo'lsa, u orqali qanaqa daromad qilsam bo'ladi? Birinchi o'chiratda siz o'zingizning yo'nalishingizga e'tibor bering. Xo'sh, misol uchun, sizning yo'nalishingiz musiqa yo'nalishida. Siz musiqa yo'nalishlarida video qilasiz va musiqiy videolaringiz kimdirlarga qiziq va uni mualliflik huquqi bilan sotib olmoqchi. Bu degani siz bemalol ularga murojaat qilishingiz yoki ular sizga murojaat qilish uchun kerakli bo'lgan shaxsiy direktlar qoldirishingiz kerak. Misol uchun, men o'zimning YouTube kanalimga bio qismiga o'zimning Telegram kanalimni qoldirganman. Ha, aytgancha, mening Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda juda ham ko'plab foydali ma'lumotlar beriladi. Shuning uchun hoziroq pastga shuni o'tinglardan podpisatsiya qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Mana shu YouTube kanalining bio qismida turibdi. Xo'p, endi aytmoqchi bo'lganim, ya'ni siz biron bir ishingiz bo'yicha mutaxassissiz, o'sha haqida video qilasiz va siz o'sha misol uchun gamerlar, misol Fezot, Oriflame Play degan katta gamer kanallar bor. Ushbu gaming kanallar donat orqali daromad qilishadi. Ya'ni jonli efirlardan, donatlardan tushumlar bo'ladi. Ba'zi hollarda tashqi reklamalar orqali ham daromad qilishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, ana endi biz o'tadigan bo'lsak, ya'ni Amerikan YouTube'ga o'tadigan bo'lsa, Amerika YouTube orqali xuddi mana shunaqa reklamalar orqali sizga tushum bo'ladi, ya'ni daromad bo'ladi. Bu degani sizning videongiz like yoki boshqa narsa ahamiyatsiz, shunchaki prosmotr muhim. Prosmotringiz ko'p bo'lsa, siz bemalol monetizatsiyadan daromad qilishingiz mumkin.
Xo'sh, endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, xo'p, bu degani nima desa bo'ladi? Misol uchun mana bu yerda men yozib qoldirganman uzun kontent, tillar, o'yin, tarix, vloglar, ya'ni o'zbek kontentlarga mos bo'lgan narsalar. Ya'ni bu yerda siz uzun kontent, ya'ni uzoq vaqtli davomli kontentlar qilsangiz, sizga har xil tashqi reklamalar, ya'ni o'sha aytayotganimdek Texnomartga o'xshashgina ishlab chiqaruvchi kompaniyalar sizga murojaat qilib o'zini montajida o'sha o'zini reklama qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyin brend reklamalari, sponsorship aytayotganimdek mana shu brendlarga reklamalar olishingiz va daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyingisi prezentatsiya va sotuvlar, ya'ni sotuvlar orqali siz o'zingiz futbolkangizni sotishingiz mumkin yoki boshqa bironta bir narsa sotishingiz mumkin yoki ishlab chiqarish bo'yicha sizda qanaqadir bilim borki, siz ishlab chiqarib sotasiz. O'yin kanallari, ya'ni shu daromadlar donat orqali montaj darsliklar xizmatlar reklama qilish. Bu misol uchun siz montajyor bo'lsangiz yoki darslik bo'lsangiz, o'zingiz xizmatlaringiz bo'lsa, shularni reklamalab o'zingiz mijoz topib daromad qilishingiz mumkin bo'ladi YouTubedan. YouTubedan emas, YouTube orqali daromad degani bu. Ya'ni YouTubedan sizga YouTubedan mana bunaqa reklamaga pul tushmaydi. Shunchaki YouTubeda ichidasiz, o'sha YouTubeda videolar yuklab yurasiz, sizga kimdir videoga qiziqib qoldi, montajga qiziqib qoldi, o'shandan sizga har xil klientlar keladi. Bu orqali siz YouTube orqali o'zbek YouTube kanali orqali daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, undan keyingisi esa Amerika YouTube haqida ham gaplashsak. O'zbek YouTube boshlash uchun eng yaxshi, lekin katta pul uchun emas, katta pul uchun. Ya'ni to'g'ri auditoriya, to'g'ri kontent va to'g'ri bozor. Ya'ni siz to'g'ri yo'nalishingiz va to'g'ri ishlashingiz kerak. Xo'p, undan keyingisi esa tan olishimiz kerak. YouTubedan pul topmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston auditoriyasiga qaram bo'lib qolib bo'lmaydi. Daromad qayerda? Amerika, Kanada, Angliya, Yevropa davlatlarda RPM 5 yoki 12. RPM haqida ozroq ma'lumot beradigan bo'lsam, bu RPM, ya'ni har 1000 prosmotrga berilgan daromad puli. Misol uchun mana bu video 100 ming ko'rilgan bo'lsa, agar bu $5 bo'ladigan bo'lsa ham, 1000 prosmotrga $5 bergan ekan. Ya'ni misol sifatida sizlarga tushuntirib aytyapman. Ya'ni demoqchimanki, bu O'zbekiston turib ham siz Amerika YouTube qilib daromadingizni oshirishingiz mumkin. Faqat mana bu davlatlarga qilishingiz kerak. Ya'ni Angliyani qanaqa qiziqishlar bo'lsa, Angliyada ob-havo va futbol trend. Kanadada esa misol uchun har xil genlar trend. Amerikada esa NBA, basketbol, voleybol, o'zini futboli bor, o'sha haqida ham trend. Yevropa mamlakatlarida siyosat, shunga o'xshash har xil yangilik kanallar, bular Yevropada trend. Bu davlatlar RPM baland. Ya'ni siz Amerikan YouTube qilasiz, Amerika YouTube kanal ochasiz. Aytgancha Amerika YouTube kanal ochishni bilmasangiz, mana shu YouTube kanalimizda ham bor u darslik. Xo'p, undan keyingisi esa o'sha siz misol uchun Angliyaga boshdingiz, futbol, misol uchun bironta Angliya liga komandasidan bitta futbol komandani tanladingiz, u haqida yangiliklar, bu hammasini chiqarib bordingiz. Bu degani Angliyalik tomoshabinlar sizning videongizni ko'radi. Siz esa monetizatsiya shartlarini bajarganingizdan so'ng sizga YouTube prosmotrlaringizga pul to'laydi. Sababi Angliyadan ko'ruvchilar uchun mana bunaqa reklamalar chiqishni boshlaydi kontentingizda. Bu degani sizning daromadingiz ana endi oshadi. Ya'ni YouTube siz uchun pul to'lashni boshlaydi. Bu esa bizga katta imkoniyat. Ya'ni Amerika YouTube orqali xuddi mana shunaqa daromad qilish mumkin. Ya'ni u yerda sizning geolokatsiyangiz ahamiyatsiz. Ya'ni siz O'zbekiston turib Angliya uchun kontent qilsangiz bemalol bo'ladi. Ya'ni muammo yo'q. Ya'ni siz butun davlatlarga qilishingiz kerak. Misol uchun bu yerda juda ko'p davlatlar bor. Amerika, Yevropa mamlakatlari, har xil bitta Yevropa degani Germaniya bor, yana Ispaniya bor. Shunga atab bironta kontentlar qilsangiz, albatta sizni qayerda yashash muhitingizda umuman ahamiyatsiz qoladi. Xo'p, mana men o'zimning kanalimda Amerika Qo'shma Shtatlari qilib ochganman. Bu ham bir narsa, ya'ni siz YouTube kanalingizni nastroyka qilishingizdan, mening YouTube kanalimda nastroyka darsligi bor, shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Va u yerda men mana United States deb nastroyka qilganman, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari. Siz ham o'zingizni kanalingizni nastroyka qilayotganda ushbu Country of Residence degan joyda o'zingizni davlatingizni tanlab o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini tanlashingiz kerak. Ya'ni boshqa davlatlarni tanlamang. Xo'p. Xullas, tushuntirgan bo'lsam, ya'ni sizlarga bitta umumiy tushuncha bersam, Amerikan YouTube orqali daromad qilish mumkin. O'zbekiston turib bemalol daromad qilasiz. Ya'ni qanday? Siz YouTube ichidagi turadigan reklamalar orqali daromad qilasiz, faqat shartlarni bajarganingizdan so'ng. Va o'zbek YouTube orqali daromad qilish. O'zbek YouTube orqali aytayotganimda shunaqa har xil brendlar bilan yoki donatlar orqali daromad qilish. Endi qaysi biri yaxshiroq degan savol ham sizda tug'ilishi mumkin. Qaysi birini tanlasam yaxshi? Eng osoni o'zbek YouTube deb bilaman. Nima uchun? Chunki o'zbek YouTube'da daromad qilish qanday? Misol uchun siz tashqi reklamalar topishingiz qiyin bo'lmasligi mumkin, ammo kontent bo'yicha, sifat bo'yicha yaxshi ishlashingiz kerak.
Bunday aytganda ham baribir ikkalasi bir teng desak ham bo'ladi. O'zbek kanal siz trend topishingiz osonroq, chunki siz O'zbekistonda yashaysiz. Hozir nima trend bo'lyapti, nima yomon, nima yaxshi hozirgi vaqtda, o'sha eng keng tarqalgan savollar nima bo'lyapti, shu haqida kontent qilishingiz mumkin. Amerika YouTube orqali qilish uchun siz Amerika davlatida nima trend bo'layotganligini, hozirda ko'plab insonlar nima videoni ko'rayotganligi haqida aniqlashtirishingiz va analiz qilishingiz shart. Shu orqali esa ikkalasi ham deyarli bir xil qiyinchiliklari bor. Ya'ni monetizatsiyadan pul topish ham, tashqi reklama orqali ham pul topish, bu ikkalasi ham juda teng desak ham bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi esa men o'zimning VIP tarifimda sizlarga tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, men o'zimni VIP guruhimda ochganman. VIP guruhim bu Amerika YouTube'da nol o'rgatish bo'yicha to'liq qo'llanmalar mavjud bor va u yerda sizni nimalar kutmoqda. Kelinglar, birinchi bo'lim haqida hozir tushuncha beradigan bo'lsam, bu yerda Gmail ochish, kanal ochish, YouTube kanali to'g'ri video yuklash, to'g'ri vaqtda video yuklash, kanallar analiz qilish. Xullas, mana shu yerda ko'rib turgan barcha narsalaringiz sizda bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, men mundareja qilib pin qilganman. Video o'sha yopiq guruhimni birinchi qismida shunchaki mana bu ko'k yozuv ustiga bosib o'zingizni o'sha ko'radigan videongizga olib boradi. Bu sizning qulayligingizni ta'minlash uchun qilingan. Xo'p, bemalol mana shunaqa birinchi bo'limda siz tugatib YouTube noldan polni amerikanskiy YouTube'ni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, darsga qo'shilish uchun albatta mening Telegram kanalimda yoki kommentariyada turgan link orqali mening lichkamga murojaat qilishingiz mumkin. Undan keyingisi ikkinchi bo'lim. Albatta siz Amerika YouTube'ni to'liq o'rganib olganingizdan keyin sizga yo'nalishlar kerak bo'ladi. Tails, Hop, Spinning Wheel, Garry's Modning turli xil yo'nalishlari va to'liq noldan o'rgatilishi, Sprung yo'nalishi, ikkinchi jahon urushi, Minecraft yo'nalishi, qo'rqinchli tarix, Colors, Brain Rot Evolution, Combo Spinning Wheel, original funk darsliklar va Robloxning har xil turdagi yo'nalishlari, Counter Strike yana boshqa yo'nalishlar va qo'rqinch yo'nalishi haqida. Va undan keyingisi esa biz to'xtab qolganimiz yo'q. 3-bo'lim ham bor. Bu yerda Sprung video, boyagi narsa faqat bu kattatilgan versiyada va mana 3-bo'limni aytmoqchi edim. Yoga Messi va Ronaldo cheksiz rasm generatsiya qilish, nanobanan cheksiz rasm generatsiya qilish, rasm video yaratish. 3-bo'lim AIda video tayyorlash. Bu tamomlandi va nakrutkalar haqida ham to'liq darsliklarimiz bor. 3 ta yoki 5 ta darslik bu VIP guruhimizga qo'shilgan. Qo'shilish uchun albatta bizning Telegram kanalimizga o'tib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Va biza keyingi xullas bizning yana bitta katta natijamizni ko'rsatmoqchiman. Bu bitta videodan qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Bitta video orqali qilingan daromad mana. Shogirdimning kanali $26,000 topgan. Bu bitta videodan topilgan. Ya'ni 31 million prosmotrga $26,000 to'lagan. Mana shunaqa daromadlar bor albatta. Undan tashqari bitta uy emas, boshqa videolari ham bor. Bu yerda 9000 topilgan, kachsa sal euro. Mana yerda 6900 topilgan, 7 million prosmotrga, 11,5 million prosmotrga berilgan $9900 daromad. Xo'p, bu mening shogirdimdan qilingan daromadi. Agarda siz ham xuddi mana shunaqa daromad qilishni xohlasangiz, Ulug'bek Pardayev kanaliga qo'shiling. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Videoni oxiriga ko'rganlar uchun kattakon rahmat.